Oshkorlanishicha, g'oyib bo'lganlardan biri Olim Abdurayim. Ayni yili 35 yoshga kirgan Olim Abdurayim Astana nomli yizigilik materiallar shirkatining sohibi. Ayolining bildirishicha, u 5-iyul kundagi namoyish va isyonga ketilmagan. U ertasi kunlikda yo'l to'sayotgan Xitoy soqchilari bilan gap talashganlik uchun tutib ketilgan. Şuna o az Dunkan kilip ben Dunkan'dan tudum yol ittik ne ağınımız açar tuduk dedi. Şunula bir vakt ursam telefonsu fakat ilinmedi. İlinmegan kim biz angizme aşı yodin az Dunkan'dan taraf karap mağdım mağıp basam cimcit uyak bir vakt Dunkan'dan bir iş oldu misam yaktaydı. Şu aşağıda ötürüp yansam bir ağınız oy nel mağdım saydı oy müştak bizim ağlı müştak ettiyenler ne kadar telefonu köreşken bir vakt telefonsu güvenci fakat ilinmedi desem oy benim kışımda battı, ben yoldan ütümen de barbinin kışığı battı, ben öykü bana ötkül koymamsa, bütün öğünler öykü tamamaymışa, tuduk da başladıysa, merkezde bu şeyden erdi tatıp ekeplam, deyip, Allah'ım otkutken şu kadar otkut koydu daydı. Şeyden bir maşin kilip bulam aşı biri. Erkekte de başladıydı. Ondaqda 7. ayının 6. günü bulamdı bu, ertesi. 6. gün ertegen taraf bolğan iş. Bizim anlaşımızca, sorak jarayanda, bek uğrayıptı, aşı, burada 700 bunlar ütkiler, ben bile yattım, işki tutunu sundur ütüptü, keyin biz taqqat bayanın aş tapamadık, aş tayak yap, işki tutunu sundur ütüptü, diyen gapni şu anlıgan petim, şu bir yerim yolu oldu, taqqat haberi yok, uyak varsak mı? G'oyiblardan yana biri Abdurayim Sidiq. Bazar ketken ayağımda şu bazar ketken tiklam saat işlerden ketken. Tam şu ketken tikkenmedi. Şuna qatnashgan qatnashmani uqmayman qilam. Shu kuni 5-iyul kuni siz bir telefonda ko'rashmadingizmi, ko'rashmaganmi? Saat 7dan shu mavzikilar hozir bir shop tutdi degan telefon qilsam telefon qattiq ilinmadi. Bu kech saat o telefon qilsam ilinmay shu qilsam yo'q bo'lgancha hozirgacha yo'q. Aşı yukarı ketkenini tartıp, ışkıp kaydıkyanı bağlı kuzatı işlerimi kavrımda düşüm alalım. Hürmetli radyo anlıqçılar. Egallashlarimiz davomida g'oyib bo'lganlarning umumiy soni haqida o'xshamagan uchur va farazlarni o'ttirg'i chiqdi. Xotanning Qarqash noyisidagi aholilardan birining bayon qilishicha, g'oyiblarning soni Qarqash noyisining o'zidala 200 dan ortiq. Bizim Qarqashdimi bu 200 odam bor. Tutilib kesib ketganlarmi bu yoki hech zodi izdirik yo'qlarmi? İzdirik yo'qolib ketganlar. O kesib ketganlar ayran bularning kelmasini qolmuş o. Ko'p izdirigini bermagan odamlardan mening anglashimcha shunday odamlarmi bor. Bularningki dalil isboti bo'lmag'achqa qulda, bularningki gapini hech qanday odam anglamag'lar. Bu amdima jamiyatda eqib yurgan gaplimi yoki siz 100 miz ko'rashgan o'zlari dard aytgan? Ama anlag'anim avash yüzdek odamlar. Amma meniki bitratdim shu bilib ko'rganim 30dak odam bor. Meniki shu Qarqash shu kilometr bo'lmay 10 dan chiqadi hozir. Bularning ko'pinchisi 5-iyul kuni yo'qolib ketgan ballimi yoki 5-iyuldan keyinmi? Şu 5-iyul vaqasida tushdim burun telefon olgan, tushdan keyin 5-iyul vaqasidan keyin telefon qilmadi. Gap shu noyilik partkomga o'rin shaharga bunda chiqayotganlarida. Bular hozir bu shu arz qilib turyaptimi yoki bular voz kechdimi shu Qarqashdagilar? Bular hamda voz kechdi, bularning dalil isboti yo'q. Bularning turmuga olgan, yotgan, bitim ko'rgan ahvollar bo'lmag'achqa, bular asosiyatdan Xudoyim shu bir turlik qalada saqladi bularni. Ammo bu farazni o'ttirib qo'ygan kishi g'oyib bo'lganlarning kimligi va ularning oila tabobatlari haqida ma'lumot berolmadi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Urumchiga farzandlarini izlab keluvchilar Qashqar va Xotan viloyatidan boshqa Aqsu viloyatidanmi bor. O'zingiz hamdamish bolangizni izlayapsizmi? Siz o'zingiz uchrashgan odamlar jamiyatning kelgan inkoslarga asosan siz yo'qolib ketgan odamlarning soni qancha deb taxmin qilasiz? Biz bir boshaq 20 olib qolamiz, bir boshaqda qo'lroq bo'lgan oxirimizda 25-30 ga bordik. Endi Qashqardan, Qog'liqdan, Yo'qo'g'idan, o'sha Kuchadan, Ilodadan darg'alqidek bizlar uchrashmay bir kilovatga odamlar hali bor. Kelgan odamlar meni tarif qilishga o'sha to'g'ri izzat berib qolganlar bor. Ama siz Aqsudanmi odam kelib bolalarni yo'qolib ketganini izdeganligini da qulqingizga kirdimi? Baba, Polonyada ketgan, Polonyada ketgan, izlab başını qilayotganlar bor. Hürmetli radyo anlıqçılar. Urumchi shaharlik saqchi idorasining bir boshlig'i g'oyiblar oila tabobatlaridan biri bilan ko'rishganda 5-iyuldan keyin g'oyib bo'lganlar umumiy sonining 300 dan ko'pligini oshkorlagan. Aşı Goncan'ınki başlığı Hansuken, Lamin Sence'dimi bilme dedi. Şu aşı 8 gün bir ay erdi kabul kıldığanı çıkışken buldu. Şu vakti çevirdi. Muşunda bizdekilerini çekin koymay kalkıldı. Aşı
qabulxonaga. Ajar men yig'lab yetib men chirmida chidimmen. Çiysam endi qo'lamdikan qilib materialni ko'rsatdim mana mening balam. Mana shu meydoncha B6 qamoqxonada bor degan xatni shu berganlar mana shu xat. Desam o xatni bilmadim deb qoldi. Kaşada Ahmetcan deydigan shu erberishxonasining bir o'rni bor. Shu tayliq qildi. Nima deydi o? Desam bu hozir 300 dan ortiq bola bu. O'zlari yo'q. Oğlunun biri kaçıp ketken, şoğlanı izdavatımız dedi. Yani şu kine, şu başlıkının ağızdan çıkan gap üşüyor, şundak mı? Şunlar dedi, siz de artık dedi. Sen Ahmet'e man tercüme kıtlardı aşağıda. O başlıkının ismini mi dediniz? Şu kim tızımlaşıp? Vangmen sen dedim o. Vangmen sen. Biz bu sanının doğruluğunu ispatlaş için Ürümçi şehirlik sakçı idarəsinin izdireksiz gayip boğanlarını tızımlaşka mesul hadim bilen sözleştik. Ve selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu Ahmetcan Kacan mı? Ha şu. Ürümçerli Guancuy'dan. Ha şu. Şu 5. yıl vakası yo'qolganlarning sonidan 350 necha deganimiz to'g'rimi? 350 dan tuvan deganimizmi? Biz nimdesiniz şu. Biz nima desak shumi? Yani şu. To'xtang, unda siz Ürümçi shaharlik Guancuy'dagi 5. yo'lga delolarni bir taraf qilishga mas'ul bo'lgan xodim sizmi emasmi? Shu Ahmet Kacan sizmi emasmi? Ben şu. Unda ma'lumotingiz yo'qmi yoki deyish huquqingiz yo'qmi? Ma'lumot ismim yo'q. Belki yol vakası doğruluk. Ben ismini bilmeymem. Ben aşağıda benim balam bisikte o böyle çekenlerini ben kabul kılıp tekşirip iniklavatımız ona. Şular için hizmet kılıp olsunuz. Ma yaxshi gap qildingiz. Biz ondan. Ya yaxshi gap qildingiz, samimiy gap qildingiz. Amsam ya da biz sizni zo'lamaymiz. Sizni zo'lamaymiz. O'xshash manfaat uchun xizmat qilyapmiz. Ammo bu yerda bir narsa bor. Siz balasi yo'qolib ketgan odamni kelib tizimlagan chog'da, so'ragan chog'da Vangning degan gapi bor. Bu 300 dan ortiq odam bor. Bu o nereden aldınız bu gap ne? Dikkat Xotanning Qarqashning o'zida hozir 100 dan ortiq odamning ismligi bor bizda. Ürümchidan bor 50 odamning ismi, ha. Ismligi, tizimligi, hatto rasmlardan bor. Ya bu yerda sizdan boshqa narsa 350 mi? 300 dan yuqorimi? 300 dan tuvanmi? Shunda pasingiz bo'ldi. Sizning anglag'ingiz. Ya men o'qimayman buni. Ma'lumot berish huquqingiz yo'q, shundami? Ben bilmayman. Mas'ul bo'lganligingiz dedingiz. Mas'ul bo'lgan odam nima ish bilmaysiz? Bunaqa javob beradigan odam boshqa odamni so'rasangiz bo'ldi-ku. Agar huquqingiz yo'q bo'lsa, ben cevap beradigan odam yo'q. Ya huquq. Ya huquqmaslik boshqa, huquqingiz yo'qligi boshqa. Biz Ahmetcan yo'q, o'zining g'oyiblarni tizimlayotganligini va g'oyiblar oila taboatiga yordam qilayotganligini bayon qilish orqali rayonda 5-yildan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lish voqeasining rostilla mavjudligini va bu voqeaning Xitoy doiralarining beshini qatirayotgan muhim bir masala ekanligini fosh qildi.